Assalomu alaykum. Men Zumradxon Saidaslavna, Neurland korreksion markazi rahbari va asoschisiman. Bugungi kunga kelib bolajonlarni nutqiy rivojlanishi aynan bolaning ona ruhiyati bilan chambarchas bog'liqligi haqida suhbatlashamiz. Bugun suhbatimizda onajonni markazimizga qatnaydigan onajonimizni taklif qilganmiz va bugun bolajonlarni rivojlanishi va ularni hayotida eng asosiy katta rol bu onalardir. Shuning uchun bugun Munavvarxon biz bilan birga suhbatdalar. Bular onalar kursini aynan 2025-yil onalar kursini birinchi o'rinni muvaffaqiyatli tugatdilar va bu bola rivojlanishida, uni ommaviy maktabda o'z tengdoshlari bilan birga mustaqil hayotda o'z o'rnini egallab, juda ham yaxshi muvaffaqiyatli natijalarga erishib kelishmoqda. Shu bilan ularni yana bir bor tabriklaymiz va bugun o'z yutuqlari va qanday qilib bunday katta natijalarga erishganliklari haqida suhbatlashamiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun kattakon rahmat. O'z haqingizda ozgina gapirib bering. Hozirgi kunda bolangiz necha yosh va markazimizga qaysi davrda, qaysi muammolarda kelgansiz? Biz Neurland korreksion sentrga 5 yil oldin kelganmiz va o'sha paytda endi yurtimizga kelgan anaqa koronavirus Karantin payti. Karantin payti kelganmiz. Qanday holatda edi bolajon? Nima qiyinchiliklar bilan murojaat qilgansiz? Abdukamol, biz o'sha paytda kelganimizda 3,5-4 yosh edi. Biz ziper tashxisi bilan kelganmiz va farzandimizni mana shu Neurland korreksion sentrga katta umid bilan, ishonch bilan o'zgarishiga ishonib topshirganmiz va shunaqangi bir chiroyli mo'jiza sodir bo'lganki, endi biz uchun bu 10 kunda biz rezultat olganmiz. Gapirayotgan gapini anglab gapirmagan boladan ongli nutqni olganmiz. Ya'ni 10 kun ichida o'sha gapirishni boshlagan, so'z aytishni boshlagan. Bizda o'sha payt to'g'ri yo'lga tushganligimizdan xursand bo'lganmiz xo'jayinim bilan. Alhamdulillah, buning uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Oilamiz nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va to'g'ri anaqamizni yo'limizni to'g'ri yo'nalishga qo'yganingiz uchun va hozir ham to'g'ri yo'nalishda ketayotganligimizdan Allohga behisob shukrlar. Sizlarni bizlarga sababchi qilgan Allohim. Hozir bizda juda ham natijalar zo'r. Allohga behisob shukr. O'sha paytda 3,5-4 yosh bo'lsa, hozir farzandim 9 yosh. Ommaviy maktabga chiqadi. 3-sinf o'z tengdoshlari qatorida tahsil olyapti. Yoshiga yetib chiqdi maktabga. O'zining yoshida o'z tengdoshlari, tengqurlari bilan baravar. Bu eng muhim ahamiyat, chunki bu holatda hamma bola ham o'zini yoshidan o'tib chiqadi. Biz esa to'g'ri yo'l tanlab, to'g'ri ketma-ketlikda birga hamkorlik qilganimizda bolajon o'z yoshida maktabga chiqishga muvaffaq bo'ldi. Hozirgi holatlari qanaqa? Hozirgi holatlari nechinchi sinfda o'qiyaptilar? 3-sinf bo'lgan. Albatta Neurland bilan har bitta natijamiz, bizni har bitta o'zgarishimiz mana shu Neurland korreksion sentr bilan birgalikda bo'lgan. Farzandimizda o'zi bitta kichkinagina yutuq har bitta ota-onada bo'lsa kerak. Farzandidagi ozroq o'zgarish yoki uning yutug'i, u qila olgan harakatimi yoki bitta nutqi, masalan, endi nevrologik muammosi bor bolalar agar ichida aytadigan bo'lsak, bu ota-ona uchun juda ham katta baxt, quvonch hisoblanadi. Shuning uchun har bitta natijani biz Neurland bilan olganmiz. Bu hozir men o'zim aytaman, nafaqat Zumrad opa, siz farzandlarimizni tarbiyaladingiz, balki biz onalarni ham rivojlantirdingiz, o'zgartirdingiz va tarbiyaladingiz deyman. Buning uchun alohida o'zizga minnatdorchiligimni bildiraman. Sog' bo'ling. Aynan o'sha joyini yoritib bersangiz, aynan sizda qanday qiyinchiliklar bo'ldi? Baribir bu bolajon boshqa bolaga qaraganda u bilan muloqot qilish, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor edi, to'g'rimi? Va albatta bu ish jarayonida, yangi ko'nikma hosil qilish jarayonida albatta o'ziga yarasha nima talab qiladi? Sabr, matonat talab qiladi. Mana shu joyda sizda aynan qaysi ko'nikmada siz
o'zingizga katta yordam oldingiz yoki shu maslahatlar yordam berdiki, siz shu narsaga amal qildingiz. Chunki bu joyni boshqa oyijonlarga ham maslahatli, ya'ni foydali bo'lishi uchun bugungi suhbatda birgamiz. Shu joyda aynan yoritib bersangiz, nima qiyinchiliklar bo'ldiki, sizga shu narsaga yechim ola oldingiz? O'zim uchun juda ham katta anglash olganim, boshida farzandimizni shunaqa tashxisi bor bo'lgan vaqtda bizlar qabul qila olmaganmiz, to'g'ri, o'zimizni ayblaganmiz, qaysidir ma'noda atrofdagilarimizni ham ayblaganmiz, ham birinchi farzand bo'lgani uchun tajribasizlikka yo'yganmiz, o'zimizni tajribasizmiz deb qaraganmiz. Aynan sizni shu tajribasizligim deyotganingizda bolajon bilan muloqotda uni o'rgatishga yoki biron bir harakat qildirganingizda sizni baribir bu narsa asabiylashtiradi, to'g'rimi? Chunki bir xil bolajonlarga o'zi normada bolajonga bir ikkita jarayonda yo'nalish ko'rsatsangiz, u tushunadi va qilib ketadi. Lekin bu bolajonlarda bu shunaqa osongina hal bo'lmaydi. Xuddi ko'p holatda ota-onalar tupikka kirib qoldim, siz meni bolamni bilmaysiz, unga qanaqa muloqot qilish kerakligini tushunmayapsiz-da, shuning uchun shunaqa deb o'ylayapsiz deb o'ylashadi va kunli yashashadi. Mana shu narsani ko'p tushuntiraman. Kunli yashashadi. Ya'ni bugungi kun o'tib olsa bo'ldi. Hozir bolajon yig'lamasa bo'ldi. Yoki adajon ishdan kecha qolib kelganlar, charchaganlar, boshqa bolani shovqini yoki ortiqcha harakati yoqmaydi va bu holatda bolajon nima qilinadi? Chetlashtiriladi. Chetlashtirish bolajonga nima beradi? Asabiylashtirib beradi va kun o'tishiga yo telefon bilan o'zimizni aldaymiz, yo bolajonni boshqa, ya'ni tazyiq ostida uni jimitishga harakat qilamiz. Bu esa battar bolani ko'tarilishiga olib keladi. Siz aynan shu jarayonni qanday uddaladingiz? Jarayonni bizlar to'g'risi ochig'ini mana aytaman, sizlarning har bitta masalan bola uchun gadjetlar olib qo'ying, televizor ko'rmasin, telefon umuman bermangizlar, sog'lom turmush tarziga amal qilish kerak bola, ko'proq gaplashing. Har bitta topshiriqlaringizni, maslahatlaringizni biz qonunday qabul qilganmiz. O'zimni o'sha paytda ishlardim. O'zim o'qituvchiman, lekin ishimni to'xtatdim. Baribir nimagadir erishish uchun nimadandir voz kechiladi. Aybdorlikni katta his qilganman-da o'shanda. O'shani yo'q, men farzandim unaqa emas deb qabul qilish ham qiyin bo'lgan, lekin keyinchalik esa farzandimizda aniq o'zgarishiga ishonganmiz. Ya'ni bu ishonish, qabul qilishmi farzandimizni, natijani, xulosani biz o'zi olib qaraganda o'ylasak ham har bitta narsani yechimini yoki bolani tashlab ketish yoki chetga olib qo'yish deb qaraydigan bo'lsak, o'sha xulosani chiqaramiz, o'zimiz harakat qilamiz o'sha narsani ko'rsatishga-da. Yo'q, agar bolamizni o'zgartirish uchun o'zgaradi, bu yaxshi bo'ladi deb harakat qilsak, demak u yaxshi bo'lishiga ishonib harakat qilganmiz. To'g'ri. Ya'ni har bitta qonun qoidaga amal qilganmiz va to'g'ri qilganmiz deb bilaman. Shuning uchun biz Neyroland bilan birgamiz. Zo'r, xursandmiz. Xudo xolasa, endi bolajonni hozirgi etapi aynan kara va bo'lu, ya'ni tahlil qilish davriga o'tganmiz. Va bolajon hozirgi kunda masalalarni ham bemalol ishlab oldi. Bu yerda bitta eng asosiy bir jarayonni unutmasligimiz kerak. Ya'ni har bir kunda kichik qilingan ko'nikma katta natijaga olib kelgan va oyjonni birgalikda, ya'ni hamkorlikda har bir kunga berilgan vazifani shunchaki tashlab qo'ymagan holatda kundalik qilib bu narsani oxirigacha olib borishga muvaffaq bo'ldilar. Chunki hozirgi kunda juda ham ko'p maqsad qo'yish deyishyapti, kunli ishlarni yozib boringlar deyishyapti. Bu narsa juda yaxshi hozir ommalashdi. Va har doim aytilyaptiki, agar bir kundan bir bet kitob o'qisangiz, yil davomida sizda 300 bet kitob o'qigan bo'lasiz yoki 2-3 ta kitob o'qigan bo'lasiz yoki kurs yakunlaysiz yoki til o'rganayotgan bo'lsangiz, bir kunda bitidan so'z yodlang, so'zlarni o'zlashtirishga erishasiz. Ya'ni kunli kichik harakat katta natija berishini mana hozir yaqqol isbotini beryapti. Korreksion mashg'ulotlarga qaytadigan bo'lsak, ko'p holatda ota-onalarimiz mutaxassislarga bolajonni nima qilishadi? Topshirishadi.
o'zligisi mashg'ulotga kirgizib yuborishadi va bolajon xuddi sehrli tayoqchadek ertadan sog'lom bo'lib chiqishini baribir kutishadi. Ya'ni man mashg'ulotga olib boryapman, har kun kelyapti, mana 2 oy bo'ldi yoki 3 oy bo'ldi va shunda katta kutuv qo'yib qo'yishadi. Shu kutuvlaringizni to'g'ri qo'yishingizga nima sabab bo'ldi? Zo'r savol berdingiz. To'g'risi, ayni paytda mana shu kutuv ko'nikmasi nafaqat farzandimda, balki o'zimda ham rivojlanish bosqichida, mustahkamlanish bosqichida. Chunki biz yoshligimizdan yoki bitta odatni chiroyli o'zimizda shakllantirmasak, u ertangi hayotimizda to'siqlarga, qiyinchiliklarga, muammolarga yoki bir kichik muammo ustida kichik muammoga ham biz stress bilan javob beradigan vaziyatga kelib qolamizda. Hozirda mana shu har bitta odatni shakllantirishda shu onalar kursida o'qib juda ham katta anglash oldim o'zimga, to'g'risi insight oldim. Ya'ni farzandimda ham o'sha o'zimizni rejimga solish arafasida farzandlarimizni ham hozir yoshlikdan kun tartibiga o'rgatsak va ularda odatlarni bosim bilan emas, sekin astalik bilan o'rgatishni boshlasak, u ertangi hayotida qoqilmaslikka sabab bo'ladi ekan. Va mana shu siz bergan bizga 20 ta ko'nikmani qanaqa bolada rivojlantirish bo'yicha bizga tavsiya berdingiz. O'zim o'yladimda, haqiqatdan ham mana shu 20 ta ko'nikmani bolada rivojlantirish orqali biz juda ham katta natija olar ekanmiz farzandimizdan. Va ertangi kelajagi uchun ham, ertangi o'ziga bo'lgan ishonchini ham mana shu ko'nikmalar asosida, yaxshi rivojlantirish asosida, uni mustahkamlash asosida uni ertangi kelajagiga, mustaqil hayotiga bemalol chiqara olamiz. Mashg'ulot, ya'ni bolalar shug'ullanishi, onalar darsi sizni qiynab qo'ymadimi? Chunki dars, mashg'ulot, ishlash, ayniqsa yana bu holatdagi, ya'ni xulq-atvorida yoki bilim ko'nikmasini olishga qiynalayotgan bolajon bilan ishlash bu og'irlik qilmadimi yoki sizga aynan to'g'ri maqsad qo'yib olishingizga va har bir kundan, har bir oydan to'g'ri maqsadli harakatlanishingiz sizga nima natija berdi? Natija shu narsa o'zi menga kerak ekan dedim. Hech narsa behikmat, bejiz bo'lmaydi. Agar unga chiroyli ko'z bilan, yaxshilik ko'z bilan qarasangiz, u sizga plus bilan qarasangiz, plus bilan keladi-da. Shuning uchun ayni paytda bundan ham oldinroq o'qishim kerak ekan degan birinchi fikr keldi o'zimga. Bunda ham hozirgi aytganimdek, avvalo farzandim bilan shu paytgacha to'g'ri qilyapman degan narsam aslida noto'g'ri ekanligini va eng katta olganim to'g'ri muloqot qilishni o'rgandim. Men shu paytgacha ham to'g'ri tarbiyalayapman deb bilardim, o'zimga ishonardim, to'g'ri qilyapman deganmiz, lekin baribir kamchiliklari va noto'g'ri qilgan ekanman. Hozir esa aksincha bundanda natijalarimizni tezroq olamiz va oldimizga maqsadlar qo'yib birgalikda erishyapmiz. Mana hozir Oyjon juda ham chiroyli kurs to'g'risida ma'lumot berdilar va biz har doim kurs boshlayotganimizda birinchi o'rinda 1 yilga maqsad qo'yamiz. Endi bizani kuzatishda davom etasizlar, xudo xolasa. Bu Oyjon bolajonlari bilan birgalikda reja qilganmiz. Va yil oxirida qanchalik bu narsani amalga oshiramiz, yakunlaymiz, bu albatta birgalikda kuzatuvda ma'lum bo'ladi, o'zini namoyon etadi. Chunki bolajon boshlang'ich sinfni yakunlash davri va ya'ni yuqori sinflarga o'tish davri. Bu esa bolani albatta o'zi mustaqil harakatlanishi, o'zi sinfini topib borishi, o'rtoqlari bilan birga o'rtoqlashishi, kunlik jarayonini o'zi boshqara olish davriga borib taqalyapti va har doim aytaman, bolani rivojlanish har bir davrida bolani energiyasi ketadi. Ya'ni birinchi tug'ilish davrida bu bolani fiziologik holatiga ko'p ketadi va bola ko'p uxlaydi va o'sadi. O'sish davri hisoblanadi. Keyingi davrda esa bolani aynan nutqi, intellekti rivojlanish davri, nutq komponentlarini rivojlanish davri va 5 yoshdan keyin esa bolajonda bu jarayonni mustahkamlash davri hisoblanadi. Va endi 8 yoshdan keyin esa
12 yoshgacha bizada aynan gormonlar rivojlanishi, organizm energiyasini gormonlar rivojlanishiga olib keladi. Shuning uchun maktab o'quv dasturi ham mustahkamlashga o'tadi. Chunki 5-sinfdan keyin agar bilsak, mana o'zimiz ham o'qiganmiz, boshida bolajon uchun yengil ko'nikma bo'ladi, keyin esa yana o'sha ona tili adabiyoti 9-sinf bitirguncha o'tadi. Shuning uchun ko'p holatda 5-6, 7-sinfdagi dars ko'nikmalar unaqa katta xotirada qolmaydi. Chunki u davr aynan yumshatilgan davr hisoblanadi. Shuning uchun bolani qaysi davrini nima to'g'ri nagruzka, ya'ni ko'nikma berishni ota-ona to'g'ri yo'naltira olsa, shunda bolada u manfaatli natija ko'rsatadi. Ko'p holatda bizda ota-onalar shu davrda ko'p nagruzka berib qo'yishadi, ko'p ko'nikmalar berib qo'yishadi. Tilla berishadi, ITga borsin deydi, boshqa. 9-10 yosh, 11 yosh davrida bu ko'nikma bolaga unaqa ham katta maqsadli emas, chunki uni bitirishi bilan u ishga yo'naltirilmaydi, baribir 18 yoshgacha ishga bora olmaydi. O'quv kurslari tamomlab oliy ta'lim dargohiga u hali 9-sinfdan keyingi davr hisoblanadi. Shuning uchun har bir ko'nikmani berish davrini to'g'ri qo'yib olish bu kimni asosiy vazifasi? Albatta onajonlarni. Chunki bolani rivojlanishdagi katta mas'uliyat ota-onalarimizda bo'ladi. Shuning uchun bu jarayonlarga to'g'ri e'tiborli bo'lishimiz, albatta ekspert mutaxassislar bilan birga maslahatlashib, har bir davrni to'g'ri o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Endi shu joyda sizga bitta savolimiz bor. Ya'ni onajonlarimizdan juda ham ko'p chiroyli savollar berishgan. Qachon birinchi marta sizda shu bolangizda o'zgarib ketishiga umid paydo bo'lgan? Yuqorida ham aytdim, Neyrolandga kelganimizda 10 kunda rezultat olganmiz deb. O'sha biz uchun portlash bo'lganda, bo'ldi, o'zgaradi, aniq yaxshi bo'ladi deb 100% ishonganmiz. Ya'ni har bir insonda ikkita motivatsiya bo'ladi-da, ichki motivatsiya va tashqi motivatsiya. Ya'ni ichki motivatsiya men uddalay olaman deb butun koinotni ishontiradigan darajada 100% ishontira olsak, o'zimiz ishonsak, mana shu narsaga, u narsa o'xshaydi. Agar bu tashqi motivatsiya esa kimnidir mana shu vaziyatdagi insonda u inson mana shu hozirgi siz turgan vaziyatdan qilib o'tgan, bosib o'tgan, o'sha insonni ko'rsangiz yoki o'sha inson bilan gaplashsangiz, o'sha inson siz uchun tashqi motivatsiya. Ya'ni men ichki motivatsiya 10 kunda biz rezultat oldik, bo'ldi, o'xshaydi farzandimiz, Xudo xohlasa mana shu joyga kelamiz. O'sha bunda karantin edi, lekin bizlar o'sha Uchtepa tumanidan Farqatskiy bozor yaqinida turardik. O'shandan bu joyga peshkom olib kelardik. Transportlar chunki qatnov cheklangan edi. O'sha ishonch bilan kelganmiz. Tashqi motivatsiya esa siz bo'lgansiz Surat opa. Siz o'zingizni bir tarjimai holingizda eshitib qolganman. Aytib berganingizda to'liq men eplashimga ishonganman va o'zimga oldimga maqsad qilganman. Mana shu farzandim o'zini jamiyatda o'zini o'rnini topishiga. Zo'r. Va bu albatta boshqa ota-onalarga ham o'rnak bo'lish kerak va bolada o'sha katta kutuv qo'yib qo'yish hisobiga, ya'ni to'liq tushunmasdan vaqt davriyli o'tsa, bolam yaxshi bo'lib ketadi. Bo'ldi, mana bolamni 1 yilga berdim, zo'r mutaxassislar ishlashyapti, lekin ona jarayonda birga qatnashib, shu holatni bolasini o'zlashtirish etapi qanchalik ketyapti, qatida unga yordam berish kerak, qachon mustahkamlash kerakligini bilsa, bu albatta mana sizga o'xshab juda ham yaxshi natijaga erishish mumkin. Va shu holatda siz boshqa onajonlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Shu aynan bolasiga diagnoz qo'yilgan, hozir tushkun holatda ko'p jarayonlar bo'ladi, ya'ni kutuv noto'g'ri bo'lganda asabiylashish holati. Juda ham erkalatishadi yoki erkalatishni yana boshqacharoq ko'rishimiz mumkin, ishonishmaydi. Bu bola shu hayotda o'z o'rnini topib ketishga ishonch bo'lmaydi. Bu qila olmaydi,
bu tushunmaydi, bu bilmaydi-ku, qanaqa buni qilib bera oladi deb o'zligisiga qat'iy devorlar qo'yib qo'yishgan va bundan o'tish olmayapti. Mana shu holatda siz qanaqa qilib shu narsani yengdingiz va nima maslahat berasiz? Bunday onalarga o'zimdan kelib chiqqan holda aytamanki, farzandimizni bizlar tashlab ketish deb qaramaganmiz bunday diagnoz. Ko'chalarda anaqa to'polon qilardi, o'tirib olardi, dumalab ketardi, dumalab olardi, odamlar qarardi, bozorda yurganda boshni engashtirib, ko'zlarini yumib yoki transportga chiqqanda ham xarxasha qilib bir bekat yurib tushamiz deb mana shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lgan. Farzandimizni birovga beramiz yoki maxsus joyga olib borib maktabgami, bog'chagami topshiramiz degan niyat bo'lmagan. Ya'ni biz farzandimizga biz yordam beramiz va u o'zgarishiga ishonganmiz. Boyagi aytayotgandek ichki motivatsiyamiz kuchli bo'lgan va turmush o'rtog'im ham bu joyda turib bergan. Haqiqatdan ham hozirgacha ham haqiqiy ota qilish kerak bo'lgan vazifalarni, harakatlarni hammasini qilyapti. Onalarga aytmoqchi bo'lganimki, avvalo ayol kishi o'ziga ishonchi kuchli bo'lishi kerak baribir. Bu farzand meni kuchlantirdi to'g'risi. Bu Alloh tomonidan berilgan bu biz uchun sinovmi? Har bitta narsa tasodif emas, bekorga behikmat emas deymiz. Yo sizga sinov bo'lar ekan, yoki sizga hikmat bo'lar ekan, yoki jazo bo'lar ekan, yoki hozirgi aytgandek sinov bo'lar ekanda. Shuning uchun farzandimizni yaxshi bo'lib ketishiga ishonib, biz o'zimizda shu Alloh tomonidan berilgan kuch bilan, sabr bilan farzandimizga to'g'ri yo'nalishga tushib oldik deb bilaman. Harakat qilsak natijasi bo'ladi. Harakat qilsa natija bo'ladi va avvalo ayol kishi, ona juda ham katta rol ayol kishida. Agar ayol kishi o'zining hayotini, ertangi kelajagini chiroyli tasavvur eta olmasa yoki kelajagini ko'ra olmasa, bu farzandiga hech narsa bera olmaydi. Agar o'zini hayotini rang-barang tasavvur qilsa, ertangi kelajagi, ishidami, har qanaqa ijtimoiy hayotda o'zining o'rnini topishiga ishonib, qadrini baland tutsa, u farzandini ham o'shanday tarbiyalay oladi. Tushkun kayfiyatda bo'lish bu barqarorlik emas. Albatta bu o'tib ketadi va bunga ishonish kerak. O'sha paytda o'zini yoqtirgan bir mashg'uloti bilan shug'ullanish kerak yoki bo'lmasam faqat bolaga qarab qolish emas, aynan mana kursda biz ko'rganimizda nimani aytdim sizlarga? Bola hayotida necha foiz bo'lishi kerak? 5% bo'lishi kerak. 5%. O'shanga amal qilish kerak. 95% ona o'zini sog'lig'iga, o'zini shu turmush o'rtog'i bilan hayoti, oila a'zolari bilan va o'zini ishlari bo'lmas ekan, bolajonga faqat tikilib o'tirish yoki buni o'rniga ish qilish, bu albatta uni rivojlanmasligiga, ruhiy sinishiga olib keladi. Har bir inson o'zining hayotida yashashi, men qayerdaman, o'sha joyda bo'lishimiz kerak ekan. Farzandimizga ham o'shanda bu narsani sinab ko'rdim. Uyda ham ko'p misollar anaqalar qildim. Endi hozir xo'jayinim uzoqda. Oldin xo'jayinim uyga bozor qilganda yaxshi ko'rgan narsalarni olib kelardi. Endi bari bozor qilish, o'zim bilan, bolalar bilan bozorga, supermarketga, magazinga tushsak, bolalarimiz o'zi yoqtiradigan narsalarni olishga chopadi-da. Qani kuzatdim. O'sha paytgacha siz aytgangacha ham e'tibor bermagan ekanman. O'zlari yoqtirgan narsani olar ekan, men yoqtirgan narsani olmas ekanman. Faqat ular yeydigan mahsulotlarni olar ekanmiz. Keyin ularga aytdim, muzqaymoq oldi. Qaranglar dedim. Men mana bu muzqaymoqni yaxshi ko'raman. Men mana shuni olmoqchiman. Bo'ldi, ikkalasi ham qara. Xo'p, oy olamiz. Savatga soldik. Keyingi safar esa bolalarim o'ziniki ham, "Oy, mana buni oldik, siz yaxshi ko'rasiz-ku, to'g'rimi? Yeysiz-a?" "Ha, yeyman."
bo'ldi oldik. O'shanday o'zimizni ham ayollik ro'zg'or deb o'zimizni unutib qo'yamizda. Juda ham eng katta xatomiz o'shanda ekan. O'zimizning hayotimizda yashamasligimizda. Qachonki biz o'zimiz hayotimizda yashaymiz, o'zimizning hayotimizda chiroyli tasavvur qilib, chiroyli qurib, o'sha va jarayonda o'sha paytning, o'sha daqiqaning o'zida yashaymiz, o'shanda farzandimizdagi o'zgarishlarni ham ko'ra olamiz. Bo'lmasa, yo'q o'xshamayapti, bo'lmayapti deb miyamizdan chiqayotgan biz anaqa minuslar ko'paytirib yuboramizda. Agar qanchalik ko'p plyuslar chiqaradigan bo'lsak, u plyuslar ham baribir plyuslar tortib keladi. Ya'ni o'xshaydi, xudo xohlasa, chiroyli, aqlli farzand bo'lib yetishadi. Shunaqa. Sog' bo'ling. Endi shu bilan mavzuyimizni bugun yakunlaymiz va o'ylaymanki, bu boshqa oyijonlarga ham zo'r motivatsiya bo'ladi va aytmoqchimanki, hozir oxirida juda ham zo'r mavzuni ochdingiz. Bu mavzu to'g'risida yana alohida yondashamiz. Ya'ni o'z hayotida emas, boshqalar hayotida yashash bu juda qiyin. Bu ya'ni nevrozga olib keladi va bu ertaga portlaydi. Ya'ni siz birovni o'rniga qilyapsiz, ya'ni bolangizni o'rniga yashasangiz, uni tanasida yashasangiz, uni o'rniga hamisha qo'ysangiz, ertaga bu go'da o'sgan sari sizni talabingiz katta bo'ladi va boladan siz talab qilishni boshlaysiz. Men o'zim yashamadim, sani o'rniga yashadim va hokazo va hokazo. Shuning uchun ertangi kunimizda afsus bo'lmasligi uchun bu kunda baxtli yashashimiz va o'zimizga qancha mehr bersak, bolalarimiz ham biz bilan birga to'g'ri rivojlanar ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bor xush kelibsiz.